Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 5-avgust kuni ekan. Bizga shu YouTube'da videolarimizni ko'rib, chuvalchan bahayotganlarimizni ko'rib, Quvadan G'ayratjon qiziqib qolgan ekan. Shunga mana bular kelishdi. Chuvalchan bahayotgan joylarimizni ko'rishdi. Bu chuvalchan bahayotgan ikkinchi joyimiz. 3 ta joyni ko'rishdi. Mana yaxshi zich joylarni mana ko'rishib, shu yerdan mana olishyapti. O'zlari zich joylaridan olishyapti. Nomi kvadrat metr deyiladi-yu, menga chuvalchan olaman deb kelgan odamga mana 500 kvadrat chuvalchangim bor deyman. Xohlagan joydan olavering deyman. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi deb bularga ko'rsatib qo'yaman. Mana bularga mana shu ikkinchi joyimizdan ikkita bioreaktordan yo'qdimi? Ikkita bioreaktorda yaxshi joylardan mana olishyapti endi. Bu chuvalchan bahayotgan birinchi joyimiz. Mana bu yerda yeb tugat bo'pti, biyagimiz bo'lib qopti deyiladi. Zichligini ham hech ko'rmayotgandik. Qani bir zichliklarni ham ko'rib qo'yaylikchi. Mana tayyor biyagimiz bo'lib qopti. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana bu zichliklar ekan mana. Juda zo'r holat ekan. Mana zichliklar ekan. Mana bu masha juda zo'r holat ekan. Mana tuxumlari ham bor ekan, tuxumlar. Mana bu yerga mana yana oziqa solishimiz kerak bu yerga ham yaqinda. Bu yana bitta joyimiz ichliklari. Juda yaxshi holatda ekan. Bu bioreaktorda ham mana oziqasini yeb bo'pti. Salqin joylar, yong'oqlarning tagida, o'riklarning tagida juda zo'r joylar. Solavering, soling yana solavering. Ha, solinglar. Yaxshi zich joylardan, shoshilmay anaqa joylarni olamiz. Bir kelib qolsalar endi Quvadan. Yani zich olaveringiz, yaxshi joylar. Biyagimizlarni ko'rsatdim mana sizlarga. Mana qilib ishlab chiqarish kerak edi biyagimizni mana. Yana hozir yana bir qator bu videoga ham ko'rsatib qo'yib qo'yay. Biyagimizim shu esdan chiqib qolay debman. Bu salqinga olay. Mana bu biyag. Kecha ham bitta xaridor keldi. Mehmon ko'rgani keldi. Sharxondan bu odamga ham ko'rsatdim. Mana. Bugun kelib qolsa kerak, Mashhur Bey degan. Mana biyagimiz mana, haqiqiy mana biyagimiz.
Juda chiroyli. Mana shunaqa qilib chuvalchani boqish kerak. Qarang, kattaligini qarang mana uni. Mana bari tuxumlaydigan ahvolda mana shunaqa bo'lish kerak edi. Yurishlarini qarang bularni. Yayrab yuribdi-da bular. Namligi ham zo'r. Mana uni qarang mana. Solavering. Sekin. Sekin. Shu holatda ketyapti mana. Mana shu holatda ketyapti mana. Mana shu holatda ketyapti mana. Bir kun mana qarang. Mana anaqasi urug'i. Tuxumi mana. Mana tuxumi. Mana shu tuxumdan ochiladi mana. Hozir ham mana tuxumlari bor ekan. Mana joylaymiz endi, tayyor bo'ldi. Juda chiroyli holatda bo'ldi, zichliklari yaxshi bo'ldi. Quvaga ketdi mana chuvalchanglarimiz bir karobga. Bola chaqali, uvali, juvali ko'payib ketsin sizlarni ham mana. Safaringlar bexatar bo'lsin, yaxshi yetib olinglar. Quvaga borib telefon qilib turinglar. Telefonlashib turing. Tinch bo'linglar, xo'p. Yaxshi yetib olinglar. Xo'p, bemalol qachon bo'lsa telefon qilaveringlar. Mana qayerda, ana qayerda. Tinch bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, xudo xohlasa. Xo'p. Bo'lish bo'lsa telefon qiling, xizmat olsa bo'lmasa xudo xohlasa. telefon qilaverasiz. Xudo xohlasa, xo'p. Sentrda do'konlarimiz bor. Xo'p, xayr. Qo'ldan kelgancha yordamimizni xudo xohlasa ayamaymiz. Xo'p, rahmat. Xo'p. Baraka toping.